Assalamualaikum. Bizden YouTube kanalda güzel adam münasılarımız. Bugün laminat işlerimiz çıkartan sertamız. Bu laminat işlerimiz 08'lik laminattan kalınlığından buladı. Rekeleri 2 katar taşalgan, ortalardan karkas. Bu da garantiye sıfatına. Bir de işlerimiz ikinci katar astar olup tuttu. İkinci katar astardan keyin şkulkelenadi. Şkulkelenden keyin ana buna renk veriladi. Altın suyeti renk sepiladi. Renk sepilenden keyin bu ortacha axlatlar tozalanadi. Suyuqlarni chiqarib boramiz. Bu tarafda 7 eshik zakaz bular. 7 eshikimiz bog'ata quriladi. Bog'at kiro. Bir de ishlarimizni korobkalari bor. Korobkalari bularning orqalari daborli bo'ladi. Yana dabor joylari ochilgan. Hamyeri shkolovka, grantovka, ana original kraska sepiladi. 5 o'g'li konkret quvvatli korobka. İşlerimize garantiya beramiz. Bu tarafda yine nal işleri, nal işleri, endi arkasından nal işi bo'ladigan daborli bo'lgani uchun arkalarında korona ham bor, koronalarni gösteramiz. Koronalarımız yine ortasına gül taşaladı. Bular ham renk beriladi, astar, kraska, xullas grantovka hammasi sepiladi, renk beriladi. Berilanda gül bo'ladi. Ortasına gül koyladı, xullas sıraylatib chiqarib beramiz ishlarni ko'ngillaydi. Bizda de zastavka, ustanovka, razmer olish, borib o'lchash hamma narsasi bizning aytilgan baholarimiz ichida bo'ladi. Bu eshiklarimiz ko'p yerlarda kvadrat uradilar eshiklarni. Kvadrat degan gap yo'q. 1 million 700 ming so'mdan ustunda borib o'lchab razmer olgandan keyin ustunda yana kelishiladi. Dumom aytilgan baho bo'lmaydi, ustunda kelishamiz. 1 million 700 ming so'mdan dastavka, ustanovka, zamok, kullab hamma narsasi ichida bo'ladi. Qiyinaga da o'zimiz olib boramiz. Klientdan hech narsa talab etilmaydi. Xudo xolasa ishlarimiz garantiya zakaz berilgan kundan 10-15 kun ichida olib borib ustanovka etib beramiz. Bundan e'lanmaydi. Ana undan oranda e'lanadigan bo'lsa, e'langan har bir kunini 100 ming so'mdan qaytib beramiz. Keyin bizda yana bir yangilik bo'ldi. Xudo xolasa bundan bonunda hech kim etmedali bu ishni, bu aynan ish temasida hech yerda bo'lmagan gap. Bir dona pasport bilan bu oylik chimuvi, oylik ishlimi, umuman ya ish joyi, ne dokument shart emas. Bir dona pasport bilan odamni kreditga chiqarib beramiz muddatli to'lov. 2 oydan 12 oygacha muddatli to'lov yo'lga qo'ydik. Xudo xolasa любой odamga, misol bir odam oylikchi pulini bilmaydi. 7-8 ishki bor, 7-8 ish bo'lsa 10 million 12 million atrofı bo'ladi. 12 million yinglab bilmaydiganlar bo'ladi. Oylikchilar ro'zgardan orttirib. Ana ular uchun shu narsani yo'lga qo'ydik. Bir dona pasport evazini oylikchi bo'lmasa, oylikchi bo'lsa nima bo'lsa farqi yo'q. Muddatli to'lovni yo'lga qo'ydik. Ortishgan pulni to'lab boraveradilar. Bizga kuzatib borishda davom etinglar. Pastda nomer qoldiramiz. Shu nomerlarga telefonni qilisangizlar, kelishamiz, borib o'lchab razmer olamiz. Bu nomerlarimizda imo, WhatsApp, Telegram hamma narsamiz bor. Keyin Instagram kanalımız var. Şurada pastda bir tane de Instagram kanalımızın linkini koyamız. Ötüp görüp başlamanız mümkün. Telegram kanallarımız var. Ve de taze dizaynlar, taze işlerini yapıp ustanovka qilingan yerler, taze neler, figuralar, hem her şeyini taşıp paramız Telegram kanalda bunlara piyasasına mümkün. Hem rahmet, sağ olun.